يا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Hürmetli qarindoshlar, biz hozir Sha'ban oyida yashayapmiz. Ya'ni bu oydan keyin Ramazon oyi keladi. Endi bu Sha'ban oyi bir mu'min musulmon uchun ham xatarlik, ham muhim oy. Xatarlik deganimizda bu oyda har bir mu'min musulmonning bir yillik nama amal daftarlari Allohning dargohiga ko'tariladi. Siz bir musulmon bo'lish sifatingiz bilan, mu'min bo'lish sifatingiz bilan o'zingizning bir yillik nama amal daftari Allohning dargohiga qanday ko'tarilishini xohlaysiz? Gunoh ma'siyat holatdami yoki ro'za tutgan, toat, ibodat qilgan holatdami? To'g'ri, biz gunoh qildik. Lekin shu gunohdan tövbe qildikmi? Alloh subhanahu va taolo bizning bir yillik nama amal daftarimizni ko'zdan kechirgan chaqda har bir tövbening yanida, har bir gunohning yanida tövbe bormi yo'qmi? Shuning uchun bu oy tövbe qilishimiz kerak. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam Sha'ban oyida insonlarning nama amal daftarlari Allohning dargohiga ko'tariladi. Men ro'za tutgan holatda nama amal daftarimning Allohning dargohiga ko'tarilishini xohlayman deb bu oyning ko'pinchisida Rasululloh ro'za tutgan. Shuning uchun xatarlik. Chunki bizning nama amal daftarimiz ko'tarilgan chaqda biz nima ish qilyapmiz? Toat ibodat ustidami, gunoh ma'siyat ustidami? Xatarligi bu yerda. Endi bu oyning bir musulmon sifatida muhimligi nada desa, Rasul akram sallallohu alayhi vasallam zalik zaka shahrun yaghfalu anhu kathirun minan nas deydi. Bu Sha'ban oyidan ko'pincha kishilar g'aflatda qoladi deydi. Qanday g'aflatda qoldi? Voy oldimizda Ramazon oyi deb bu oydagi toat ibodatdan g'aflat qilib qoldi deydi. Oysha onamiz Rasul akram sallallohu alayhi vasallam Ramazon oyidan boshqa Rasululloh eng to'liq ro'za tutgan oy Sha'ban oyi degan. Shuning uchun har bir jannat oshiqlari uchun mush oyda ro'za tutishni tavsiya qilaman. Yana biri hamshiralarimiz kelar yilda, o'tgan yilda qilib qolgan Ramazonlarni mana bu oyda tutib tugutish kerak. Chunki Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning ayollari bo'lgan muborak onalarimiz o'tgan yilda qilib qolgan ro'zalarni mana bu oyda tutatdi. Sha'ban oyi ko'pincha kishilar g'aflatda qolgan oy. Sizlar bilan biz g'aflatda qolmayli, ro'za tutish bilan o'tkazaylik qarindoshlar. Chunki Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda man sama fi sabilillah deydi. Kimki xolis Alloh rizoligi uchun bir kun ro'za tutsa, Alloh u odam bilan do'zaxning orliqini 70 qish uzatadi deydi. Ya'ni 70 yil uzatadi degan. Orliqini jiroq qildi deydi. Bir kun ro'za tutganga. Bu fursatni g'animat bilaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.